Assalomu alaykum, hurmatli toshloqliklar va tumanimiz mehmonlari. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari va bevosita rahbarligida mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, buning uchun jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini tubdan yaxshilashni davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri darajasiga ko'tardilar. Yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashish ana shunday umummilliy dolzarb vazifaga aylantirildi. Shu o'rinda tumanimizda ham tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning yangi mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu ishlarimiz kundalik hayotda ham sezilmoqda. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash vazifasi qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni bartaraf etish, tumanning har bir ko'chasida, bozorida, jamoat joylarida xavfsiz muhitni yaratish choralari ko'rilmoqda. Tumandagi jami 51 ta mahallalarni kriminogen vaziyati og'ir 4 ta mahallalarga mas'ul rahbarlar nomma-nom biriktirilib, tuman va mahallalarning yo'l xaritalari ishlab chiqilgan va ijroga qaratilgan. Qilgan ishlarimizning samarasi amalda sezilmoqda. Misol uchun, yil boshidan beri tumanda o'rnatilgan kameralar yordamida 17 ta jinoyatlar issiq izidan fosh etilib, olingan tasvirlar dalil sifatida tergov va sudda foydalanildi. Davlatimiz rahbarining qaroriga asosan hududlarda kriminogen vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlarni yo'lga qo'ydik. Biroq har qanday huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishda avvalo shaxsning o'zini o'zi himoya qilishi va atrofdagi o'zgarishlarga befarq emasligidan boshlanadi. So'nggi vaqtlarda hududimizda kibermaskandagi jinoyatlar salmog'i ortib bormoqda. Joriy yilning o'tgan 11 oyida tumanda 380 ta jinoyatlar sodir etilgan bo'lsa, ushbu jinoyatlarning 125 tasi og'ir turdagi, shundan 81 tasi kiber uslubidagi o'g'irlik va firibgarlik jinoyatlari hisoblanadi. Hozirda kundan kunga ko'payib borayotgan kiber jinoyatlarni oldini olish maqsadida sizlardan internet tarmog'idagi aniq manzil va subyektga ega bo'lmagan zararli xabar va havolalarni saqlamaslikni, o'zini huquqni muhofaza qiluvchi yoki bank xodimi deb tanishtirgan shubhali shaxslarning shubhali qo'ng'iroq va ovozli xabarlariga ishonib qolmaslikni, jamoat joylarida Wi-Fi qurilmalaridan foydalanishda ehtiyotkor bo'lishingizni, internet tarmog'idagi shubhali saytlardan foydalanayotgan shaxsga doir ma'lumotlarni kiritmasligingizni, tegishli bank mobil ilovalaridan foydalanish jarayonida oddiy parollarni qo'ymasligingizni yana bir bor so'rab qolamiz. Zero ushbu siz tomoningizdan qilingan ishlar internet tarmog'idan foydalanishda firibgarlar tomonidan qilinadigan raqamli hujumlarda o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilgan bo'lasiz. Agarda yuqoridagi kabi internet tarmog'idagi shubhali harakatlarga duch kelgan taqdiringizda zudlik bilan 112 yoki 102 tezkor raqamiga xabar bering va plastik karta raqamingizni tegishli bank orqali bloklash choralarini ko'ring. Aziz toshloqliklar, shu o'rinda kriminogen vaziyatga ta'sir ko'rsatuvchi jinoyatlarning ayrim turlari borasida ham gapirmoqchiman. Aytish kerakki, 2025-yilning o'tgan davrida mast holdagi shaxslar, yoshlar, ishsizlar tomonidan jinoyat sodir etilishini kamaytirishga erishgan bo'lsak-da, kiber usulda sodir etilgan jinoyatlar 58 taga, muqaddam sudlanganlar tomonidan 4 taga, voyaga yetmaganlar tomonidan 8 taga, guruhlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar esa 6 taga oshgan. Xususan, oila va turmush doirasida sodir etilgan huquqbuzarliklar tahlil qilinganida, ularni sodir etilishiga oilaviy maishiy muammolar asosiy sabab bo'layotganligi aniqlandi. Bundan tashqari tan jarohati bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar 45 ta sodir etilgan bo'lib, ularning aksariyat qismi tanishlar o'rtasidagi arzimas sabablardan kelib chiqqan jinoyatlar hisoblanadi. Bu esa mahalla hududida sodir etilgan jinoyatlarning ortib ketishiga sabab bo'lmoqda. Tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan 99 ta aniqlanadigan jinoyatlar fosh etilgan bo'lsa-da, ushbu jinoyatlarning 62 tasi giyohvandlik vositalarini noqonuniy saqlash, iste'mol qilish va noqonuniy o'tkazish bilan bog'liq. 4 tasi diniy ekstremizm va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tarqatish bilan bog'liq. 33 tasi esa boshqa jinoyatlar hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, qonunchiligimizga kirgan yangi o'zgarishlar sababli har qanday diniy mazmundagi materiallarni mazmun mohiyatini bilmasdan turib, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatmaslikni, ushbu harakat kelgusida ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantiraman. Yana bir muhim masala. 2025-yilning o'tgan davrida jami 56 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, shundan 7 ta holatda o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisalarining sabablari tahlil qilinganida, ularning aksariyati haydovchilarning shoshqaloqligi tufayli yo'l harakati qoidalarida belgilangan oddiy va elementar qoidalarga rioya qilmaganliklari oqibatida sodir etilgan. Masalan, piyodaga yo'l bermaslik, quvib o'tish qoidasini buzish oqibatida 14 tadan,
svetofor yo'l belgisiga amal qilmaslik tufayli 3 ta, avtomashina haydovchilari yo'l madaniyatiga rioya qilmasligi oqibatida 3 ta, oraliq masofani saqlamaslik natijasida 14 ta va boshqa yo'l harakati qoidalari buzilishi natijasida 6 ta holatda yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Shuningdek, so'nggi yillarda davlatimiz rahbarining yoshlar va voyaga yetmaganlar tarbiyasi, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va kelajak avlodni tarbiyalashga qaratilgan topshiriqlari davlat idoralari tomonidan bajarib kelinayotgan bo'lsa-da, aholining yoshlarga nisbatan e'tibori kamayib bormoqda. Buni tan jarohati bilan bog'liq sodir etilgan 45 ta jinoyatlarning 17 tasi 30 yoshgacha va voyaga yetmagan shaxslar tomonidan sodir etilganligidan ham ko'rish mumkin. Yoshlar jinoyatchiligi nafaqat davlat idoralarini, balki har bir fuqaroni ham tashvishga solishi va ularda javobgarlik hissini uyg'otishi lozim. Zero yosh avlod tarbiyasini hozirdan qo'ldan boy berish mamlakatimiz kelajagi uchun katta zarar va tanazzul belgisi deb qaralmog'i lozim. Huquqbuzarlik va jinoyatga sabab bo'layotgan oilaviy, ijtimoiy, moddiy va psixologik muammolarni hal qilishga, har bir fuqaroda jinoyatchilikka qarshi immunitetni bolalikdan shakllantirishga alohida e'tibor qaratishimiz zarur. Aziz toshloqliklar, jinoyatchilikka qarshi kurashishda prokuratura organlari ko'mak va hamkorlikda jinoyatlarning har qanday ko'rinishiga chek qo'yishga kafolat beradi. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni bartaraf etishga faol hamkorlikka chaqiramiz. Sodir etilayotgan jinoyatlarni fosh etilishi va oldi olinishida xalqimizdan mas'uliyat, tashabbuskorlik hamda daxldorlik hissi bilan yondashishini so'rab qolamiz. Shuni yana bir bor alohida qayd etamanki, jinoyatlarni har qanday ko'rinishiga tezkor ravishda munosabat bildirishga, jinoyatga qo'l urganlarga nisbatan jazoning muqarrar ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman. Barchamiz jinoyatdan xoli yangi O'zbekiston uchun birlashaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.